Assalomu alaykum yurtdoshlar. 2025-yilga xonadoniga sifatli temir mahsulotlaridan arzon va baquvvat qilib tayyorlangan temir darvoza o'rnataman deb niyat qilgan yurtdoshlarimiz albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalar. Darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana o'sha trenddagi 2025-yil, 2024-yillarda juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan afsona fason high-tech variantdagi darvozamizni 3 qavatli variantda yasab o'rnatdik. Bu darvozamizni oldi qanday ko'rinish bo'lsa, orqasi ham xuddi shu ko'rinish, oldi orqa bir xil ko'rinishda qilib 3 qavatli qilib yasadik. Va videomizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu darvozamizni materiali bo'yicha, narx-navosi bo'yicha qo'lni chiroyli qilib darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga ma'lumotni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, darvozamiz razmeri eni 385, bo'yiga 360 razmerda bo'ldi. Stoykalari darvozamizni sal yaqinroq olib kelib ko'rsatamiz. 10 yo'llik stena bo'lgan, 3lik stenali brusda bo'lgan aziz yurtdoshlar. Mana shu darvoza bilan stoykani oraliq zazorlarigacha yopilgan. Boz qismlari darvozamizning atrofi mana 8 ga to'rlik, 1.7lik stenali qalin profildan foydalanganmiz. Darvozamiz plisovoylik 2lik listda yurtdoshlar, mana urib tomni ko'rsatamiz. O'ta ham bir ideal holatda, sostanasi juda ham chiroyli holatda, baquvvat bo'lib chiqdi darvozamiz. Albatta kraskasiga to'xtalib o'tsak, kraskasi mokriy asfalt svetda, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Darvozamiz juda ham bir chiroyli chiqib, xonadon egalariga ham ma'qul keldi. Va mana shu palasa joylariga qo'ng'i original birlik stenali nerjavikalardan qo'yib, mana quyosh nurida o'ng'ilmaydigan, chizilmaydigan, ko'chib ketmaydigan, o'z holini yo'qotmaydigan sifatli nerjavikalarni yopishtirganmiz. Suruchkalarni ham chiroyli qilib o'ziga yarashadigan qo'yib ishlab berganmiz. Darvozamiz mana kalitkasi отдельный holatda bo'ldi aziz yurtdoshlar. Mana yaqindan olib kelib ko'rsatsangiz, ochilib yopilishiga baho berasizlar. Yengil mana shu katta bo'lishiga, og'irligiga qaramasdan darvozamiz nomiga mana tortsa yengil holatda ishlab ochilib yopiladigan holatga olib keldik. Hozir ochib yopib aziz yurtdoshlar, darvozamizning orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, mana darvozamiz 3 qavatli juda ham og'ir holatda bo'ldi va mana ko'rishlaringiz mumkin, urvenda qilib darvozamizni juda ham chiroyli holatda qilib sunovkasini qildik. Atveslarini, urvenlarini to'g'rilab, mana darvozani qayerga olib kelib qo'yilsa, joyida turadigan holatga keldi va mana joyigacha qo'yib, rezinkalarigacha qo'yib, temir bir-biriga tekkan, ortiqcha dovush chiqmasligini hisobiga berganmiz. Endi mana orqa holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Sonra mana orqasini ham chiroyli qilib, oldi qanday bo'lsa xuddi shu variantda yasab, chiroyli qilib ishlab berdik. Darvozamiz mana 290 razmerda ochiladigan bo'ldi, hurmatli yurtdoshlar, va teva qismi mana 60 sm ochilmaydigan promot qismi bo'ldi. Nerjavikalarga ham yopishtirib, chiroyli qilib mana o'rtalariga ham yopishtirib, nerjavikani mana shu 8 ga to'rlik qalin baquvvat profilda qilib, mana ko'rishlaringiz mumkin. Umuman bu ortiqcha shum yo'q, dovush yo'q, juda ham bir tiyomli holatda darvozamiz chiqdi. Mana hamma yog'i shumka qilinib, orasi polniy steklovatalar bilan to'ldirilib, baquvvat qilib yasab ishlab berdik. Mana pachemlikli oshqoshqlar qo'yilgan, oshqoshlari ham bir xilda qilib, mana yengil holatda bemalol mashitdan yog'lab, chiroyli qilib foydalansa bo'ladigan darvoza chiqdi. Zamoklari ham mana zubir zamoklarni qo'yib, 5 talik kalitli zamokdan qo'yib, chiroyli qilib bitkazdik. Bir qator yana oldin ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz 1 kvadrat metri oldi orqa bir xil yasalganligini hisobiga 1.600.000 so'mdan tayyorlab berdik. Darvozamiz 22.200.000 so'mga dostavka, ustanovka, kraska, praska hamma yo'q ichida
kelib o'rnadi. Darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumanidan Oqyer qishlog'iga olib o'rnashtirdik. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.